Assalomu alaykum, Nasli Chorva YouTube kanalining hurmatli obunachilari hamda kanalimizga mehmonlar. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Nokat qishlog'ida, ya'niki o'zimizning uy fermadan syomka qilyapmiz. Hurmatli obunachilar, mollarimizga sharoit qilganmiz yangi. Shular haqida sizlarga hozir batafsil ma'lumot berib, nimalar qilganimizni bo'lishmoqchiman. Akalar, mana zagonimiz og'ilimizga tutashib ketgan. Mollar xohlagan paytda kirib, xohlagan paytda chiqadi. Uzunligi 30 metr, bu yog'i 8-12 metr chiqib qoladi. Mollarimizga yangi naves qildik. Hozir sizlarga shularni batafsil ko'rsatamiz. Ikki mahal rejimda boqiladi mollarimiz. Mana ratsionlari. Hamma narsa aralashma. Tak. Sizlarga birinchi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, hurmatli obunachilar, mana bu narsamiz. Mol kelib turib, shunga o'zi qashlanadi, hurmatli obunachilar. Ikkinchi ko'rsatadigan narsamiz, akalar, mana bu yer nima uchun bunaqa qilingan? Video davomida, video so'ngida aytamiz. Taxminlar endi kommentariyaga yozib ketinglar, akalar. Bittadan like bosib qo'yinglar, videomizni ko'pchilik ko'rishiga sabab bo'lasizlar. Shu yerda nima sababdan qilganmiz? Kommentariyaga yozib ketsalaring, videoni oxirida aytib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, navesimizda uzunligi 18 metr. Bu yog'i eni bunaqasiga 18 metr, eni 6 metr. Bu devor tepasidan bir metrcha ko'targanimiz sababi, ertaga yozda skveznaga yaxshi bo'lish uchun navesimiz sal balandroq qildik. Ustunlari temirdan qilib, tepalariga sheper bosdik. Sheper tagidan liniyum tashladik. Panel tashladik, mana ko'rishingiz mumkin. Salqin bo'lish uchun, salqin tutish uchun panellar tashlandi, liniyumlar tashlandi. Keyin ustidan sheper qoqildi, hurmatli obunachilar. Mana. Xudo xolasa, mana salqin joyda mollarimiz damda olyapti. Qorinni to'qlab, mana obunachilar, ochib qo'yganmiz. Devorlarning orasidan simlarni o'tkazib mahkamlaganmiz. Biz Beshariq tumani shamol o'lka bo'lgani hisobiga navesimizni uchirib qo'shniga olib o'tib qo'ymasin deb, xudo xolasa mustahkam qildik. Alloh yuzimizga yorug' qilsin. Bitta bodom bor edi. Uni ham tepasini olib qo'ydik. Qolgani qoldi. Mol kelib turib, sal ishqanab turadi. Mana ustunlari temir stoykadan bo'lgan. Bu yoqqa ikkita o'g'irlarni qo'yib qo'yganmiz. Mana o'tlarni ertalab berib qo'yganmiz. Ertalab bergan o'tlarini onlar xohlagan payt kelib turib, xohlagancha yeyapti. Tuzlar tashlab qo'yganmiz, akalar. Ko'janib yotibdi. Otangga rahmat deb. Cho jonaman. Qani bir qadam bosib qo'ychi. Mana akalar, salqin joylarda mollarimizga xuddi mana shunday nimalarni sharoitlar qilib qo'ydik. Xudo xolasa endi yozgacha ko'paytirib, yozda ham qiynalmasdan mana shu zagonda boqamiz.
Tak, akalar, bu joyimizga kelsak, bu zagonda yurgan mollarni arqanga solib turib, ukol qilishga to'g'risi qiynalyapmiz. Ko'pchilik bo'lsa ham qiynalyapmiz. O'shani hisobiga xuddi mana shunday kichkinagina qo'tancha qilib qo'yganmiz. Hozir 8 ta mol bo'lsa, u boshidan kimdir to'sib tursa 8 tani hammasi chiqadi. Metka eshik nimasi bor, reshetkasi bor, qo'yiladi, u tomonga reshetkasi qo'yiladi. 8 ta mol mashina ichida qoladi. Doktor yonboshdan ukol urib ketaveradi. Xudo xolasa endi yemlanmalarga ham, boshqa vitamin ukollarga ham qiynalmaydigan sharoitlar qilib oldik. Akalar, kimga yoqqan bo'lsa kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar, albatta xursand bo'lib qolamiz. Akalar, videomizda shu joyda yakun yasaymiz. Xato kamchiliklar qilgan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. Kimda yana qanaqa idea bo'lsa, albatta yozib ketinglar. Ularni ham bir sinovdan o'tkazib ko'rishga harakat qilamiz. Kimda qanday fikr bo'lsa yozsalaring, kimdir bizdan maslahat so'raganda, mana shunaqa qilsa bunaqa bo'ladi deb albatta beramiz, bilimimiz oshadi. Akalar, salomat bo'linglar.